Hammaga assalomu alaykum obunachilar. Xo'sh, bugun sizlar bilan o'sha penalti va shtrafnoy challengening ikkinchi qismini olamiz bugun albatta. Xo'sh, Haalandga qarshi bugun bizning himoyachimiz Gabriel bo'ladi. Xo'sh, bilmasam hozir biz videoni boshlaymiz albatta. Qani bilmasam ketdik. Hozir birinchi bo'lib penaltidan boshlaymiz 5 gacha. Gabriel. Xo'sh, birinchi udar 1-0. 1-0. Keyingi video esa Van Dijk bo'ladi. Xo'sh. Xatolik. 1-1. Erling Haaland. Gabriel. Erling Haaland. Qoyil 2-1. Gabriel Alisson Prime. O'tgan videoda ko'rgan bo'lsangiz Alisson penalti yutgandi, lekin shtrafda qolgan. 3-1. Gabriel va ajoyib 3-2. Imkon bor Gabrielda. Haaland baribir ancha kuchli. 3-2. 3-3mi? 3-2 yozilgan. Haaland ursa kerak. Yaxshi Alisson. Xatolik. Gabriel. 3-3. Haaland. Gabriel. 4-3. 4-4. Ajoyib ketyapti hozir. To'g'risi. Gabriel 5-4. Ura olmasa o'yin tugadi. O'yin tugadi do'stlar, Gabriel g'olib. Ko'rdingizlar mana do'stlar, penaltida Gabriel yutib chiqdi. Bilmadim. Endi shtrafga o'tamiz. Qani bilmasam ketdik. Erling Haaland boshlab beryapti. Har doimgidek xatolik. Endi Gabriel. Ajoyib vaziyat. Haaland. Erling Haalanddan ajoyib. Gabriel. Golmi? Yo'q. Van Dijk. Cristiano'ga o'tib ketdi. Xatolik. Erling Haaland. Ajoyib vaziyat. 9talik. Erling Haaland. Gabriel urmasa tamam. Gabriel va yo'q. Mana do'stlar, ko'rdingiz, Gabriel o'yinda yutqazdi. Albatta shtrafda penalti esa yutgan edi. Xo'sh, videomiz juda ham tez tugadi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Sizlar bilan Delisi Komilov edi. Xayr. Keyingi video albatta Virgil van Dijk bilan bo'ladi.